6-qism. Non xaltalari yerga tushdi deguncha, o'z hissalarini olib qolishni istagan askarlar o'ylanib o'tirmay yopirilishardi. Bir-birlarining ustiga chiqib olib, non talashishlari onamning somon qovushlarini ustma-ust taxlab qo'yishini eslatardi. Ularning hayqiriqlari ham vahshiy hayvonlarning ovozidan farq qilmay qo'ydi. Qariya Quvan ham "Qani turinglar, bizlar ham o'z haqimizni olaylik" dedi. Bu holatda faqat shu yo'l bilangina biror narsani qo'lga kiritish mumkin bo'lardi. Ko'chaga sudralib, emaklab chiqdik. Men o'zimga bir tomonni belgilab oldim. Yonginamizdan to'pponcha va miltiq sadolari eshitilar. Daydi o'qlar boshim uzra vizillab uchib o'tardi. Bir safar bir xalta non uchun yugurib borar ekanman, yonimda chopib borayotgan askar qo'qqisdan yerga yiqilib tushdi. Ochlikdan hushdan ketdi deb o'yladim. Biroq ortimga o'girilib qarasam, boshining yarmi yo'q edi. Shunchalar qo'rqib ketdimki, oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay qoldi. Titrab qaqshagancha yerga o'tirib qoldim. Nonga ega bo'lish uchun kurashish guruch olishdan ko'ra mashaqqatliroq holga kelib qolgandi. Aytishlaricha, milliy birliklar kun sayin ko'proq askarlar yo'qotishda davom etardi. Faqatgina osmonda samolyotlar ko'ringandagina pusib yotgan joylardan chiqib qolishardi. Go'yoki qiqirab yotgan dalada birdaniga o't-o'lan o'sib chiqqandek edi. Non xaltalari yerga tushgach, pastdagi askarlar o'ngga so'lga chopar, tushayotgan parashyutlarga talashishardi. Non xaltalari unchalik ham chidamli emas. Shu sababli pastga tushdi deguncha yirtilib ketardi. Bir necha yuz kishi birdaniga bitta nuqtaga qarab chopib qolardi. Hali manzilga yetib bormay turib, ba'zi askarlar bir-biri bilan to'qnashishar, ba'zilari hushdan ketib yiqilardi. Bir marta men ham non olishga harakat qilib ko'rdim, ammo natijasi jarohat olishim bilan yakunlandi. Go'yoki kimdir meni yaxshilab bog'lab, kamar bilan o'lgudek savalagandek edi. Boshpanaga qaytib kelganimda, Qariya Quvan shu yerda o'tirardi. Yuz ko'zi ko'karib ketgan, ammo hatto menchalik ham non ololmagandi. 8 yildan buyon armiyada xizmat qilib kelayotgan bu qariya qalbi toza inson edi. Non burdalarini menikining ustiga qo'yib, "Cho'nshang kelguncha kutaylik, birga yeymiz" dedi. Tizzalab o'tirib, boshimizni panadan chiqardik. Cho'nshangni topishga urinardik. Oradan biroz o'tib, qo'lida rezina poyabzal bilan egilgancha biz tomon yugurib kelayotganiga ko'zimiz tushdi. Yigit shunchalar ham xursand ediki, yuzlari qizarib ketgan, ko'zlari chaqnab turardi. Bir o'mbaloq oshib, boshpanaga kirib oldi. Qo'lidagi poyabzallarni ko'rsatib, "Ko'p narsa olinmanmi yo?" deb so'radi. Qariya Quvan menga hayron bo'lib qaradi. Keyin cho'nshangga boqdi va "Bularni yesa bo'ladimi?" dedi achchiqlanib. "Bularni yoqib, guruch qaynatishimiz mumkin" deb javob berdi u. Biroz o'ylanib qoldik. Cho'nshang to'g'ri aytayotgan edi. Qariya Quvan cho'nshangning ust-boshiga nazar soldi. Ajablanarli tomoni, uning biror joyida ham jarohat izi yo'q edi. Men tomonga o'girilib, "Bu yaramasning kallasi hammamiznikidan yaxshi ishlaydi" dedi. O'shandan so'ng biror marta ham non uchun janjallashmadik. Cho'nshangning usulidan foydalana boshladik. Hamma bir-birining ustiga chiqib olib, non uchun talashgan bir paytda biz ularning qovushlarini yechib olish bilan ovora bo'lardik. Ba'zilari qarshilik qilishmas, yana birlari telbalardek oyog'i bilan tepib yuborardi. O'zimiz bilan cho'yandan yasalgan dubulg'a olib borib, tinch turmaydigan oyoqlarga yaxshilab tushirardik. Cho'yan dubulg'aning zarbasini qabul qilib olgan oyoqlar avvaliga biroz tipirchilar, keyin muzlagandek qotib qolardi. Rezina qovushlarini olov yoqish uchun boshpanaga yig'ib qo'yardik. Bizning yo'q deganda guruchimiz bor. Shu bilan bir amallab tirik qolayotgandik. Bir tomonda guruch qaynab yotar, ikkinchi tomonda sovuq havoda qorda yalangoyoq u yoqdan bu yoqqa chopib o'tayotgan askarlarni tomosha qilardik. Albatta, kulgili holat. Urush ovozi borgan sari yaqinlashib kelardi. Ammo biz na kunduz va na kechaning farqiga borardik. Boshpanadan tashqariga chiqishning iloji yo'q. Asta-sekin urush talotumlariga ham o'rganib ketdik. Burnimizning tagida bombalar portlardi. Birligimizdagi to'plarning baribir uyum temir tersakka aylanib qoldi. Borgan sayin zerikardik. Oradan kunlar o'tishi asnosida Cho'nshang o'z qo'rquvini yenga bordi.
Axir vahm va vahimaning ajalga zig'ircha aloqasi yo'q. Otishma ovozlari qulog'imiz ostida eshitilib turgan bo'lishiga qaramay, hali ham bu ovozlar bizdan uzoqda bo'lsa kerak, deb tasavvur qilardik. Hammasidan yomoni, havo kundan kunga sovib borardi. Kechalari faqatgina bir necha soat uxlay olardik. Keyin titrab qaqshab uyg'onib ketardik. Tashqarida bombalar portlagan sari zamin zirillar, talatop qulog'imizni kar qilib qo'yadigan darajada baland edi. Kim nima desa desin, Chunsheng haliyam bola edi. Bir marta u maza qilib uxlab yotganida yonginamizda snaryad portladi. Chunsheng sapchib ketdi. Jahl bilan boshpanadan tashqariga otilib, portlash bo'lgan joyga qarab baqira boshladi. Ovozingni o'chiringlar, ablahlar, shovqindan uxlay olmayapman axir, la'natilar. Uni qo'lidan ushlab boshpanaga qaytarib olib kelishga harakat qilayotganimda havoda daydi o'qlar yomg'iri kezardi. Oldingi saflarda jang qilayotgan milliy birliklar adadi kun sayin ozayib borardi. Ochlikdan ichimizni it tatalamaguncha boshpanamizdan tashqariga chiqib, biror yegulik topib kelishga jasorat topa olmasdik. Har kuni minglab askarlar yaralanardi. Bizning birligimiz orqa tomonga joylashtirilganligi bois yaralanganlar uchun juda qulay makon edi. O'sha kunlarni boshpanadan chiqmay o'tkazdik. Bir boshimizni chiqarib qarar, zambilda tashlayotgan, qo'llari qo'porilgan yoki oyoqlari singan, jarohat olgan askarlarni tomosha qilardik. Oradan ko'p vaqt o'tmay, uzundan uzoq zambil karavoni bilan jangda yaralanganlar guruhi olib kelindi. Ularni tashiyotgan askarlar bizning atrofimizdagi bo'sh joylarga qarab o'tib baqirishardi. Qani 1 2 3 uch degach zambilni ag'darib, jarohat olganlarni go'yoki axlat to'kkandek yerga uloqtirishardi. Ular og'riqdan ingrardi. Bu ingroq va yig'i ovozlari bizgacha eshitilib turardi. Qariya kuvan zambillarni tashiyotgan askarlarga o'tib ketgach, ortidan hayvonlar deb so'kardi. Yaralanganlar soni borgan sayin ko'payib bordi. Oldingi chiziqda portlashlar davom etgan sayin bizning yonimizga zambil tashish yanada ko'paydi. 1 2 3 Jarohat olganlarni yerga otishardi. Avvalgi ularni guruh qilib bir joyga yig'ishdi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay, yaradorlar shunchalar ko'payib ketdiki, guruhlardan ajratib bo'lmay qoldi. Iztiroblar cho'qqisi aynan shu yerda edi go'yo. Umrim bo'yi bu ovozlarni unutmasam kerak. Chunsheng bilan birga ularga qarar ekanmiz, ayoz izg'irini ko'ksimizda yanada chuqurroq kirib borayotganini his etardik. Qariya kuvan bo'lsa, achchig'i chiqib, qoshlarini chimirib olardi. Bu urushga qanday dosh beraylik, qanday chidaylik, nima qilaylik? Tom ma'noda nochor edik. Kech kirgach, qor yog'a boshladi. Portlashlar ovozi ancha tinchib qolgan. Tashqarida faqatgina o'z holiga tashlab qo'yilgan pajmurda askarlarning ingroqlari eshitilardi xolos. Ularning ovozi qahqaha va yig'i aralash qulog'imizga chalinardi. Chidab bo'lmas darajadagi dahshatli saslar. Umrim bino bo'lib, o'shandan so'ng bundanda qo'rqinchliroq ovozni eshitmadim. Qor dastlab yomg'ir aralash yog'a boshladi. Xuddi sel quygandek hamma joyimiz shalabbo bo'lgandi. Keyin pag'a yog'a boshladi. Ust boshimiz ho'l, titrardik. Qor parchalari qo'limizga tushib, asta erar, keyin yanada shiddatliroq tus olardi. Shu asno yer qalin qor bilan qoplandi. Ochlik va sovuqdan titray uxlash uchun bir-birimizning pinjimizga siqilib oldik. Samolyotlar ham kamnamo bo'lib qolgan. Shu sababli yeyishga biror narsa topish ham amri mahol. Bosh qo'mondon Chan Kayshining bizga qutqarishidan umidimiz uzilgan. Undan ham yomoni, bundan keyingi qismatimiz noma'lum edi. O'lamizmi, qolamizmi? Bir mahal Chunsheng meni turtkiladi. Fugui, uxlayapsizmi? Yo'q. Keyin qariya kuvanni ham turtkiladi, lekin u javob bermadi. Chunsheng yig'lagudek bo'lib, bu safar uddalay olmasak kerak dedi. Ko'z yoshlarim yonoqlarimdan sizib oqayotganini sezib turibman. O'sha payt qariya kuvan og'zini ochib esnadi va odamni g'amgin qiladigan bunday narsalar haqida gapirmanglar deb koyib berdi. O'rnidan turib, yoshligimdan beri bir qancha janglarda bo'ldim. Har safar o'zimga yashashim kerak deb uqtirdim. Badanimda o'q tegmagan joy qolmagan, lekin o'ldira olishmadi. Chunsheng, o'lmasligingga ishonsang, o'lmaysan albatta dedi.
U gapini tugatgach, ancha payt hech kim lom-mim demadi. Uchalamiz ham o'z xayol dunyomizda kezardik. Men o'ylayotgan yagona narsa oilam edi. Fenxiya quchog'ida Yuchin bilan uyimiz ostonasida o'tirganini tasavvur qildim. Onam bilan Jashinni o'yladim. Nafas olishim qiyinlashgunga qadar ular haqida o'yladim. Go'yoki bir kishi og'iz-burnimni qo'li bilan yopib olgandek his etdim o'zimni. Tun yarmidan og'gach, tashqaridagi yaralanganlarning ovozi borgan sayin pasaya borardi. Ko'pi uxlab qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Og'riqdan qiynalib baqirayotgan bir nechta kishi qolgan edi xolos. Bir qarasangiz, ovozlar birdan ko'payib qolar, ba'zida umuman eshitilmas edi. Go'yoki ikki kishi gapirayotgandek, biri savol so'rayapti, ikkinchisi unga javob berayotir. Bu alamli ovozlar tirik odamdan chiqmayotgandek tuyuladi. Oradan vaqt o'tib, ingraganlardan bir kishi qoldi xolos. Uning sasi shunchalar past ediki, qulog'imning atrofida chivin uchib yurganga o'xshardi. Unga biroz quloq soldim. Ovoz ingrashdan ko'ra ko'proq xirgoyi qilganga o'xshardi. Atrof jimjit, juda sokin. Faqatgina o'sha ovoz eshitilardi. Ko'zimdan yosh quyilguncha uni tingladim. Ko'z yoshim qorga qo'shilib bo'ynimdan pastga qarab oqardi. Quyosh chiqqach, ovoz umuman eshitilmay qoldi. Boshimizni chiqarib qaradik. Kechasi bilan ingragan askarlarning jonlari uzilgan edi. Ular yerda tarqoq yotishar, birovning ishi yo'q. Yuzlari yupqa qor ko'rpasi bilan qoplangan. Boshpanada yashirinib, tirik qolishning uddasidan chiqqanlar ma'nosiz ko'zlari bilan ularga qarab turardi. Birorta odam miq etmasdi. Hozirgi kungacha balki minglab jasad ko'rgan Qaryakuvandek tajribali askar ham tilini yutib yuborganga o'xshardi. Nihoyat uchqur xo'rsinib boshini sarak-sarak qildi va bizga qarab, "Bu juda vahimali holat", dedi. Qaryakuvand gapida davom etar ekan, tashqarida qor tagida yotgan askarlarning jasadlari tomon borardi. Engashib, bir askarning yuzini o'girdi, keyin boshqasining, bir jasadning ustidan unisiga sakrab o'tib borardi. Har bir askarning yonida o'tirib, ustidagi qorni tozalardi. O'sha paytda yana to'p ovozlari eshitila boshladi. O'q yomg'iri yog'ildi. Biz turgan joyda o'qlarning vizillagan ovozlari yangradi. Chunshang ikkimiz o'zimizga keldik va Qaryakuvanga qarata "Darrov ortingizga qayting" deb baqirdik. Qariya bizga o'girilib ham qaramadi. Yon atrofni ko'zdan kechirardi. Nihoyat o'rnidan turdi. Qayrilib biz tomonga kela boshladi. Kelarkan 4 ta barmog'ini yuqoriga baland ko'tarib, "Ularning 4 tasini tanir edim", dedi. So'zini tugatib ulgurmasdan ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi va yerga quladi. Nima bo'lganini tushunmadik, ammo keyin havoda uchib yurgan o'qlariga ko'zimiz tushdi. Bor kuchimiz bilan unga qarab baqirardik. "Qariya, tezroq, tezroq!" Uni bir necha bor chaqirdik. Yerda harakatsiz yotganini ko'rib, endi kech bo'lganini tushunib yetdik. Qariyaga o'q tekkandi. Zudlik bilan boshpanadan tashqariga chiqib, u yotgan tomonga qarab chopdim. Yoniga yetib kelganimda orqasi qon ko'lmak bo'lgan edi. Qarashlarim bema'no, Chunshang tomonga qarab ho'ngrab yubordim. 2 kishi uni boshpanaga olib o'tar ekanmiz. Daydi o'qlar yon tarafimizdan vizillab o'tib turardi. Boshpanaga yetib olgach, qariyani yerga qo'ydik. Qo'lim bilan uchasidan oqayotgan qonni to'xtatishga harakat qilardim. Issiq qon barmoqlarim orasidan sizib o'tardi. Qaryakuvand ko'zlarini ochgandek bo'ldi. Bizga qaramoqchi edi, lablari titradi. Past ovozda "Bu yer qayer?" deb so'radi. Chunshang va men atrofga qarash uchun boshimizni ko'tardik. Hatto qayerda ekanligimizni ham unutib qo'ygandik. Keyin yana unga qaradik. Ko'zlarini qattiq qisib, keyin qayta ochdi. Qorachiqlari kattalashgan, kulishga harakat qilgandek lablarini qimirlatdi. Jalajon holatda o'layotgan joyimning nomini ham bila olmadim deb pichirladi. Shu gapdan keyin Qaryakuvand vafot etdi. So'nggi nafasidan so'ng boshi bir tomonga osilib qoldi. Joni uzildi. Chunshang ikkimiz bir muddat bir-birimizga qarab qotib qoldik. Avvaliga Chunshang yig'lay boshladi. Uni ko'rib, men ham ko'z yoshlarimni tutib tura olmadim. Keyin birlik qo'mondonni ko'rdik. Fuqaro kiyimida edi. Og'zigacha pul to'ldirilgan sumkani ko'tarib,
g'arb tomonga qarab borardi. O'z jonini qutqarish uchun harakat qilayotganini bilardik. Kiyimlari tagidan ham pullarni ayovsiz tiqib olgani sabab semiz xotinlarga o'xshab qolgan edi. Yosh askar unga qarata, "Janob qo'mondon, bosh qo'mondon Chankayshi bizni qutqaradimi?" dedi. Qo'mondon ortiga o'girilib, "Ahmoq" deb javob berdi. "Bunday paytda seni o'z onang ham qutqarmaydi. Nega o'zingni qutqarishga harakat qilmayapsan?" Yana bir askar unga qarata o'q uzdi, ammo nishonni to'g'ri ololmadi. Nishonga tushib qolishi mumkinligini tushungan qo'mondon telbalarcha qocha boshladi. Avvalgi viqoridan asar ham qolmagandi. Bir guruh askarlar qo'mondonni otib o'ldirish uchun miltiqlariga yopishdilar. Qo'mondon ko'zi yoshga to'lib, o'zini har tarafga otardi. Qorga botib qolar, yana turib qochishda davom etardi. To'p va miltiq ovozlari juda ham yaqinimizdan kelardi. Oldingi qatorda jang qilayotgan askarlarning qo'lankalarini ham ko'ra olardik. Porox tutunaro yerga qulayotganlarning jasadlarini ko'rib turardik. Endi qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Choshgohgacha men ham tirik qolmasam kerak deb o'yladim. O'q va snaryadlar aro kechgan bir oylik muddatdan so'ng o'limdan ham qo'rqmaydigan ahvolga kelib qoldim. Faqat bu tarzda qorong'ilikdan o'lib ketish adolatdan emasligini o'ylardim. Onam va Jashin qayerda o'lib ketganimni ham bila olishmasa kerak. Chunshinga qaradim. U ham menga o'girildi. Rangida rang qolmagan, haliyam qariyani ushlab o'tirardi. Chunshinning yuz-ko'zi shishib ketgunicha bir necha kun davomida xom guruch yedik. Tilini tashqariga chiqarib, lablarini yaladi. Non yegim kelyapti. Shunday ahvolda edikki, na hayot va na mamot biz uchun muhim bo'lmay qoldi. O'limdan oldin bir burda non yesak, baxtli bo'lishimiz uchun kifoya qilardi. Chunshin o'rnidan turdi. Men uni daydi-o'g'lar haqida ogohlantirib ham o'tirmadim. Biroz atrofni kuzatgach, balki tashqarida bir burda non toparman, borib qarab kelaman dedi. Chunshin boshpanadan sudralib chiqar ekan, uni to'xtatmadim. Nima bo'lganda ham choshgohdan oldin har ikkimiz ham o'lishimiz aniq o'xshayapti. Hayot bilan vidolashishdan avval bir burda non topa olib yesa, uning uchun yaxshi bo'ladi. Chunshin jasadga to'la daladan yurib borar ekan, nihoyatda toliqqani sezilib turardi. Bir ikki qadam tashlagach, menga qarab shunday dedi: "Hech qayerga ketib qolmang. Bir burda non topib, albatta qaytib kelaman." Qo'llarini ikki tomonga osiltirib, boshini egib, quyuq tutun ichra oldinga qarab ketardi. Kun yorishgach, chor tarafdan kuygan porox hidi anqirdi. Havodagi tutun dimoqqa urilar, ko'mir uchqunlari va qo'l ko'zimga qarardi. Kun choshgohga yetmasidan burun boshpanada yashab kelgan barcha qo'lga olindi. Ozodlik armiyasi yetib kelganida qo'lida miltiq tutib olgan bir keksa askar qo'llarimizni ko'tarishni buyurdi. Belimizda osilgan to'pponchalarga teginmaslikni aytar ekan, qarashlari bejo edi. Kamida bizchalik qo'rqayotgandi. Chunshindan uncha katta bo'lmagan kommunist bir askar miltig'ining qop-qora uchini menga qaratdi. Yuragim to'xtab qolay dedi. Bu safar aniq o'ldim deb o'yladim. Biroq otmadi. Faqat baqirgancha buyruq berardi. Emaklab tashqariga chiqishimni buyurganida yuragim duk-duk ura boshladi. Yashash uchun kurashish instinkti qayta ko'rinish berdi. Sudralgancha tashqariga chiqdim. "Qo'lingni tushir" dedi menga. Qo'llarimga qo'shib, qayg'u bosgan yuragimni ham tushirdim. Bir askar bizni 20 nafar asirni sharq tomon boshlab ketdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, o'zimiz kabi asirlar guruhiga qo'shildik. Yon atrofdagi tutun buruqsib osmonga ko'tarilardi. Toshloq va notekis yer, tashlandiq jasadlar, portlagan mina qoldiqlari, ishdan chiqqan qurol va o'qlarga to'la. Olovdan qorayib ketgan yuk mashinasi haliyam yonayotgan ovoz chiqarardi. Biroz yurgach, shimoldan kelayotgan 20 tacha ozodlik armiyasi askariga ko'zimiz tushdi. Qo'llarida issiqqina non ko'tarib, biz tomonga kelishardi. Nonga ko'zim tushishi bilan so'lagim oqdi. Bizni nazorat qilib kelayotgan askar bir qator bo'lib saflan deb amr etdi. Bizga ovqat bersalar kerak deb hech ham o'ylamagandim. Qani edi, hozir Chunshin ham shu yerda bo'lib qolsa. Tirik yoki o'lganligidan bexabar har tarafga alanglab boqardim. Navbatda turganlar 20 kishidan ko'proq edi. Har birimizga ikkitadan non berishdi.
Bunchalik ko'p odamning bir joyda non yeyotganidan chiqargan ovozni hayotimda ilk marta eshitdim. Bu 100 tadan ko'p cho'chqaning birga yemish yeyishida chiqadigan ovozdan ham balandroq edi. Hamma juda tez yerdi. Bir necha asr yo'tala boshladi. Har biri hamrohida ham qattiqroq yo'talayotgandek edi. Ayniqsa yonimdagi odam juda qattiq yo'tala boshladi. Shunchalik yetdiki, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Hatto qo'li bilan meni ushlab oldi. Ba'zilarining tomog'iga non tiqilib qolgandi. Boshlarini ko'kka ko'targancha qimir etmay osmonga qarab turishardi. Ertasi kuni ertalab hammamizni bo'sh dalaga olib chiqishdi. Ikkita stolning ro'parasida tekis navbat hosil qilgan holda yerga cho'kkalab o'tirardik. Lavozimi yuqori bo'lgan askar bizga so'z qota boshladi. Avvaliga butun Xitoy yerlari qanday qilib ozodlikka erishish haqida so'zladi. Keyin ozodlik armiyasiga qo'shilishni istaganlar o'tirgan joyidan jilmasin. Uyga qaytmoqchi bo'lganlar o'rnidan tursin va borib yo'l xarajatlarini olsin dedi. Uyga qaytish haqidagi gapni eshitishim bilan qalbim besaranjom ura boshladi. Biroq ofitserning beldagi to'pponchaga ko'zim tushishi bilan qo'rqdim. U keragidan ortiq darajada muloyim edi. Ko'plab askarlar o'rnidan turmadi. Bir necha kishigina ketishga rozi bo'ldi. Stol yoniga borib, yo'l xarajatlarini olishdi. Ofitser esa ularga qarab turardi. Pul va safar qog'ozini olgan odam yo'lga tushayotgan edi. Ichimdan bir ovoz hozir o'sha ofitser ham boshqa qo'mondonlardek to'pponchasini chiqarib ketayotganlarni otib tashlasa kerak derdi. Biroq ular uzoqlashdilar hamki, qo'mondon to'pponchasiga qo'l uzatmadi. Ozodlik armiyasi asirlarini haqiqatan ham o'ylariga jo'natishga rozi bo'lganini o'ylab, meni qayg'u bosdi. Bu kunlardan so'ng urushning nima ekanligini juda yaxshi anglab yetgandim. Bundan keyin aslo jang qilmaslikka so'z berdim. Uyga qaytib borishni istardim. O'rnimdan turib, ofitserning yoniga bordim. Tish cho'kib, yosh boladek yig'lay boshladim. Avvaliga unga uyga borishni istayotganimni aytishni rejalashtirgan edim. Biroq bu so'zlarni tilimga chiqarishga qo'rqib qaltirar edim. Faqatgina janob komissar deya olardim xolos. Og'zimdan boshqa narsa chiqmadi. Komissar meni yerdan turg'izib, nima xohlashimni so'radi. Biroq men unga faqatgina janob komissar der va yig'lashda davom etardim. Yonimda turgan ozodlik askarlaridan biri "U polk komissari" deya gapimni to'g'riladi. Uni eshitib, yuragim yorilay dedi. Nima qilishni bilmay qoldim. Ortimda yerda o'tirgan asirlarning qahqaha otib kulayotganlarini eshitib turardim. Polk komissari ham ularga qo'shilib kulardi. Menga qarab, "Nima demoqchisan? Gapir" dedi. Shundan so'ng biroz o'zimga keldim va qo'mondonga uyga qaytishni xohlayman dedim. Ozodlik armiyasi uyimga qaytishga ruxsat berdi va hatto yo'l xarajatlari uchun ham pul berishdi. Janubga, uyimga qarab qochdim. Och qolganimda ozodlik armiyasi bergan yo'l xarajatlaridan kam-kam sarflab biror narsa olib yer edim. Charchagan paytimda tekisroq joy topib, yotib dam olardim. Uyimni shunchalar sog'ingan edimki, sabr bardoshim qolmagan edi. Oilam bilan qayta uchrashadigan onamni, Jashin va bolalarimni o'ylaganim sari ko'z yoshim daryo bo'lib oqar. Ba'zan tabassum ham qilardim. So'rganlik hasrati haqida o'ylamasdan janubga qarab yurishda davom etdim. Yangtze daryosiga yetib borganimda ko'rdimki, janub haliyam ozod qilinmagan edi. Ozodlik armiyasi qo'shinlari daryodan o'tishga hozirlik ko'rayotgan edilar. Daryodan o'ta olmay, yana bir necha oy shu yerda qolib ketdim. Ochlikdan o'lmaslik uchun ishlashim kerak edi. Ozodlik armiyasiga eshkakchilar kerakligini eshitgandim. Men yaxshi eshkakchi edim. Bir paytlar boy badavlat ekanligimda faqatgina vaqtimni choq o'tkazish uchun qayiqqa o'tirib eshkak eshardim. Bir necha martalab ozodlik armiyasiga qo'shilib, daryodan o'tish uchun eshkak eshish haqida o'yladim. Chunki ular menga uyga qaytishim uchun yordam berishgandi. Ularning oldida o'zimni qarzdor his etdim. Biroq urushdan ham qo'rqardim. Oilamni qayta ko'ra olmasam nima bo'ladi, deb qayg'urardim. Jashin va oilam uchun qarzimni qaytarish emas, balki faqatgina ozodlik armiyasi menga yordam bergani uchun minnatdor bo'lish va ularni hamisha yodda saqlashni niyat qilgan edim. Ozodlik armiyasini ortda qoldirib,
yo'limda davom etdim. Ular janub sari jang qilishda davom etishdi. Men esa uyga yo'l oldim. Hisoblab qarasam, uydan chiqib ketganimga 2 yil to'libdi. Ketayotganimda kuzning o'rtasi edi. Qaytib kelganimda kuz endi boshlanish arafasida edi. O'z boshim loy bir ahvolda uyimga qarab yurib borardim. Qishloqqa kirganimda hech narsa o'zgarmaganini ko'rdim. Yanada tezroq yura boshladim. Avvaliga g'ishtdan bino qilingan eski uyimizga ko'zim tushdi. Keyin qamishdan qilingan kulbamizga. Kulbani ko'rishim bilan o'zimni ortiq tutib tura olmadim va devonalardek chopa ketdim. Qishloqqa kiraverishda 7-8 yoshlardagi qiz bola bilan 3 yoshlardagi o'g'il bola o't orayotgan edilar. O'z boshi bir ahvolda, kiyimlari yirtilib ketgan qizni bir ko'rishda tanidim. U mening Fenxiyam edi. Yuchin yurar ekan, biroz qiynalar. Fenxiya uning qo'lidan tutib borardi. Ular tomonga qarab, "Fenxiya, Yuchin" deb chiqardim. Fenxiya eshitmadi, biroq Yuchin o'girilib qaradi. Yuchin menga qarar ekan, Fenxiya uning qo'lidan tutib turardi. Yana bir marta ovoz berdim. "Fenxiya, Yuchin." Bu safar Yuchin opasining qo'lidan tortdi. Fenxiya uni tinchlantirish uchun o'girilib men tomonga qaradi. Ularga qarab chopdim. Tish cho'kib Fenxiyadan, "Qizim, meni eslay olasanmi?" deb so'radim. Fenxiyaning ko'zlari katta-katta bo'lib ketgandi. Menga tikilib qaradi. Lablari qimirladi, ammo hech narsa demadi. "Men otangman, Fenxiya" dedim. Fenxiya kuldi. Og'zini katta ochdi, ammo haliyam gapirmasdi. O'sha paytda nimadir muammo borligini payqadim. Ammo so'rab o'tirmadim. U meni taniganini bilardim. Kular ekan, hamma tishlari to'kilib ketganiga ko'zim tushdi. Yuzini silash uchun qo'l uzatganimda, ko'zlari porlab, yuzini qo'lim tomonga yaqinlashtirdi. Keyin Yuchinga qaradim. U albatta meni tanimasdi. Qo'rqib ketganidan opasining pinjiga suqilib olgandi. Uni bag'rimga bosishga urindim, biroq mendan qochdi. Unga qarab, "Bolaginam, men sening otangman" dedim. Yuchin opasining orqasiga o'tib bekindi. Opasining qo'lidan tortib, "Opa, ketdik bu yerdan" deya boshladi. Xuddi shu payt ismimni aytib, biz tomonga chopib kelayotgan bir ayolga ko'zim tushdi. U Jashin edi. Chopar ekan, bir u tomonga, bir bu tomonga yig'ilib tushayotgandek shoshib kelardi. Yonimga kelib, "Fugui" dedi. Keyin yerga o'tirib olib, baland ovozda yig'lay boshladi. "Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?" deb so'radim. Biroq unga qo'shilib, o'zim ham yig'lab yubordim. Nihoyat uyimga yetib keldim. Jashin va bolalarim sog'-salomat ekanini ko'rib, ko'nglim tinchidi. Bir-birimizni quchoqlab, kulbamizga kelgach, onamni chaqira boshladim. "Ona, onajon!" Ichkariga kirdim, biroq onamni topa olmadim. Qotib qoldim. Ortimga qarab Jashindan, "Onam qayerda?" deb so'radim. Jashin javob bermadi. Ko'zlari yoshga to'lgancha menga tikilib turardi. Onam qayerga ketganini tushungan edim. Boshimni egib, ostonada yig'lay boshladim. "Onam, men ketganimdan 2 oy o'tib vafot etibdi." Jashin onamning "Fugui qimor o'ynagani ketgani yo'q, men bilaman" deganini eslab gapirib berdi. Men haqimda aqalli kichik bir ma'lumot olish uchun kim bilsin. Rafiqam necha marta shaharchaga borgan ekan, biroq unga hech kim majburiy tarzda qo'shin safiga olinganimni aytmagan. Jashinni yupatishga harakat qilgan onam hatto hayotdan ko'z yumayotib ham qayerda ekanligimdan bexabar bo'lgan. Fenxiyaning ahvoli ham achinarli. O'tgan yili issig'i ko'tarilib, hushdan ketib, gapira olmay qolibdi. O'shandan beri gapirmayotgan ekan. Jashin menga bularni aytib berar ekan, yig'idan o'zini to'xtata olmadi. Ro'paramizda jimgina o'tirgan Fenxiya u haqida gaplashayotganimizni bilardi. Menga qarab shiringina kulardi xolos. Uni bu ahvolda ko'rib, yuragimga tig' botgandek bo'ldi. Yuchin ham otasi ekanligimni tushungan, ammo hali biroz turtinib turardi. Uni quchog'imga olganimda onasi va Fenxiya tomon talpinardi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar o'z uyimda edim. Ilk kecha qanchalik harakat qilmay, sira ham uxlay olmadim. Jashin va bolalarimni o'ylab biroz siqildim.
Qamish tomdan shamolning uvillashi eshitilib turar. Eshik tirqishidan ichkariga sizib kirayotgan oy nuriga qarab yotardim. Ichimda huzur va osoyishtalik hukmron edi. Bir ozdan so'ng Jashin va bolalarimni quchoqlab oldim. O'z uyimdaman, dedim takror. Qaytib kelganimdan so'ng qishloqda yer islohoti boshlanib ketdi. Bizga 3 sotix yer ajratib berildi. Bu yer o'z vaqtida Longerdan ijaraga olingan edi. Longerning boshi g'uvillagan, yerlarning egasi u edi. Boy badavlat kishi aylanganiga hali 4 yil bo'lmasdan turib ozodlik armiyasi keldi va uning ham ishiga yakun yasaldi. Kommunistlik partiya uning yerlarini tortib olib, ijarachilariga bo'lib tarqatdi. Longer mag'lubiyatni tan olgandan ko'ra o'limni tanlardi. Bir nechta ijarachini qistovga olishga harakat qilib ko'rdi. Qo'rqitishlari kor qilmagach, kaltaklab ko'rishga ham urindi. Ammo boshiga balo orttirib oldi. Uni hibsga olib, zo'ravon mulk egasi sifatida mahkamaga yuborishdi. Shahar qamoqxonasiga jo'natilganida ham ishning jiddiy tus olganini anglamadi. Eshakdek qaysarlik qilardi. Natijada oxir-oqibat otib o'ldirildi.